intim holatga, pastelga kelganda xotinini qondira olmaydi. Hozirgi zamonda bilim olishga hamma imkoniyatlar bor. O'sha kamchiligini to'g'irlashga hamma sharoitlar yaratilgan. Uning uchun erkak kishida faqat o'sha aytganingizdek empatiya bo'lishi kerak va mas'uliyat bo'lishi kerak. Shundagina qonish kerak bo'lgan o'sha jismoniy qondirish amalga oshiriladi. Jismoniy qondirishdan oldin ruhiy qondirishni bilish kerak. Ayolini mehrini qozonishni bilish kerak. Romantik bo'lish kerak joyda. Agar ayoli romantikani yaxshi ko'rsa, agar ayoli g'amxo'rlikni yaxshi ko'rsa, g'amxo'r bo'lish kerak. Agar ayoli dovyuraklikni yaxshi ko'rsa, dovyurak bo'lish kerak. Mard bo'lish kerak. Agar ayoli o'qimishlikni yaxshi ko'rsa, o'qimishli bo'lish kerak. Tushundingizmi? Moslashishni ham o'rganish. Nafaqat ayol moslashishi kerak eriga. Er ham moslashishni bilish kerak. Ana o'shanda juftlik yaratiladi. O'shanda любой muammoni yechsin. Shu qatorda u o'zini ustidan shaxs sifatida ishlab boradi. O'zini shakllantiradi, rivojlanishga. U nafaqat xotini bilan bog'liq munosabatlarda bu asqotadi. Bu hayot tarzida ham asqotadi. Ijtimoiy hayotda ham asqotadi. Jamiyatda ham asqotadi. Inson o'zini ustida ishlashda to'xtash kerak emas. Buni albatta signal sifatida eshita bilish kerak, ko'ra bilish kerak va his qilishni ham bilish kerak. Erkak kishi. Ana o'shanda to'g'ri bo'ladi.